Aka bu joyda pishagul qo'yganmi deymi? Yo, bismillah. Aka san Allah turib, qo'ltiq plash bo'lib ketdi-ku. Endi sifa nima deysan, uka? Aka burunni chopsa ko'zda yosh chiqdi deb surilgan aka. Avtobus tiqilishdi, qayerga boraman ey? Nasriddinov, mana bu hisobotlarni qilmabsiz-ku, uka? Mana ishxonaga kirib olaymi? Mana ishxonaga. Ko'chada o'tiraman deb qilsa bo'ladimi ona? Ey, rahbaringga baqiryapsanmi? Ishdan bo'shading. Olsam ishimni olasan-da, jonimni olarmidi? Voy joningiz nima qilaman, ukajon, mana kolyaskani chiqarib yuboring deyapman. Deb patilab to'shni bilgan odam bajarishni bilish kerak. Men uchun tug'anmisan? Bachayman, maymuncha. Bu ham turtib. Hozir mashinada ikkovimiz Ajrashamiz. Sizga o'lsam ham tegmayman. sen oytoqqa men ham uylanmayman. Niye bunday? Aya, tepdingizmi? 3 kun qolganda to'yi buzishga balo bor. Aya, avtobusga chiqdim bittagan qo'ltiq tiyilmaganiga ne o'zi? Qiz bilan yarashmaguningcha uyga qaytib kirmaysan.